Alloh subhanahu tabaraka va taolo Isro surasining 23-24-oyatlarida shundoq marhamat qiladi. Astaizu billah va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Alloh taolo aytayaptiki, Robbing faqat uni o'zigagina ibodat qilishligingni, ota-onaga yaxshilik qilishlikni amr etadi. Agar huzuringda ularning birlari yoki ikkovlari keksalikka yetsalar, bas ularga uf demagin. Ularga ozor bermagan va ularga yaxshi so'z ayt deyapti Alloh taolo. Demak, azizlar, bu oyat karimalarda aytilayotgan gaplar Allohga ibodat qilish, ota-onaga yaxshilik qilishlikni nima deyapti? Xudo taolo amr etadi deyapti. Bu amr, buyruq, farmon. Ixtiyoriy xohlasa qilib, xohlasa qilmaydigan ish emas. Balki Alloh taoloning qat'iy buyrug'i Allohga ibodat qilish, ota-onaga yaxshilik qilish. Bu har bir o'zini mo'minman, musulmonman degan insonni Robbis tomonidan zimmasidagi buyurilgan burch bu azizlar. Va yana Xudo taolo nima deyapti? Ularni birlari yoki ikkovlari keksalikka yetsalar, ularga uf dema deyapti Xudo taolo. Uf demaslikda ikkita ma'nosi bor ekan. Bir ma'nosi ota-onaga yomon so'z aytib behurmat qilma degani bo'lsa, ikkinchi ma'nosi ota-onang oldida uf demaginki, ular bolam diqqat bo'lib qolibdi, ishi yurishmay qolibdi shekil yoki bir hayotida bir tashvish bor shekil, bolam bir og'ir holatga tushib qolibdi shekil deb seni uf deyishingdan har xayolga borib ozorlanishadi. Ya'ni bolamga nimadir bo'lib shekil, diqqat bo'lib qolibdi deb seni holatingdan ozorlanishadi. Shuning uchun aytiladi, har qancha muammoing, tashvishing bo'lsa ham ko'chadan ota-onangni oldiga kelayotganda bildirmagin. Balki ularga tabassum bilan, xursandchilik bilan kelginki, ular seni tashvishingni orqasidan diqqat bo'lishmasin deyishadi. Va Xudo taolo ularga ozor berma, ularga doimo yaxshi so'z ayt deyapti. Waqfid lahuma janaha zulli minar rahmati wa qur robbirhamhuma kama robbayani saghira. Ikkovlari uchun mehribonlik bilan xokisorlik qanotingni pastlat deyapti Xudo taolo. Va ularga haqiga duo qil. Aytganki, Robbirhamhuma kama robbayani saghira. Robbim ular meni kichikligimda tarbiya qilganlaridek ularga o'zing rahim qil deb doim ularni haqlariga duoda bo'l deb Alloh subhanahu tabaraka va taolo siz bilan bizlarga bu oyat karima bilan amr qilyapti. Shuning uchun azizlar, bu oyat karimalarga beparvo bo'lmaylik. Yosh ulug'larimizni, ayniqsa ota-onalarimizni hurmatini, ehtiromini o'z joyiga qo'yaylik.